Xalqaro moliya sohasida, bank tizimida, moliya kompaniyalarida, xalqaro fondlarda bevosita ishlashlari mumkin. Aynan kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha faoliyat olib boradigan kompaniyalar, undan tashqari mana Google Cloud, Microsoft, Amazon Web Service va boshqa shu kabi EPAM bor, juda ham ko'plab tashkilotlarda bevosita aynan gigant kompaniyalarda faoliyat olib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik internetda, televizorda ko'rishi mumkin, Instagramda, tarmoqlarda bo'lsin, Xdek deydi, bu yo'q narsa deydi, turli laboratoriyalarni ko'rsatadi. Bu hammasi orzu emas yoki hammasi reklama emas. Aynan bu hamma narsa jamlangan zarur mumkin. Bu asosiy taqdimot qilish qismi edi. Hozir boshlovchimizga so'zni bersak, undan keyin qolgan o'sha dasturga muvofiq qolgan tadbirlarimizni davom ettiramiz. Rahmat barchaga. Ustoz, sizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Avvalambor kechqurun kelganlar, barchangiz xush kelibsizlar. Sizlarni oliygohimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hozirda savol-javob qismini o'tkazib olsak, tadbirimizda kechqurun kelgan o'quvchilarimiz, yoshlarimiz o'zlaringizni yo'nalishlar bo'yicha, oliygohimiz bo'yicha o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, sahnamizga yana bir bor ustozimizni taklif qilamiz. Ustoz keling, ularni qiziqtirgan savollariga qisqagina va aniq javob bersak, hamda tadbirimizni navbatdagi qismiga o'tar edik. Marhamat, kimlarda qanday savollar bor? Soha, yo'nalish, bitirib qayerlarda ishlash? Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan shu narsa ta'kidlandiki, ushbu oliygohni bitirgan har bir talaba O'zbekiston Respublikasida har bir soha bo'yicha, u xoh tibbiyot bo'lsin, ta'lim bo'lsin, harbiy aloqa bo'lsin, barcha sohalar uchun biz kadr tayyorlab yetkazib beramiz. Shubhasizki, bu yerni bitirgandan so'ng ish yoki boshqa faoliyatni ish topishim kerak, boshqa qilishim kerak deb o'ylab yurishga hojat qolmaydi. Marhamat, kimda qandaydir savol bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Marhamat, o'zingizni tanishtirgan holda savolni berishingiz mumkin. Assalom. Men Bekobod shahar Iqtisodiyot maktabidaman. Bu universitetda hozir men asosiy soham business management va bu yerda faqat kiberxavfsizlik bo'yicha o'qigan. Shunda masalan Google, Facebook'larga kompaniyalarda ishlay olaman. Men asosiy maqsadim kompaniyalarda ishlash va bu bormi shunday imkoniyat? Keyin kontrakt qancha? Savolingiz uchun rahmat. Bevosita to'g'ri, biznes yo'nalishida bu hozir ko'plab universitetlarda ushbu yo'nalishlar mavjud, lekin bizning aynan profilli universitet, aynan aniq bir yo'nalishga yo'naltirilgan universitet hisoblanamiz. Bevosita biz nomimizdan bilinib turibdi, faqat kiberxavfsizlik yo'nalishida, aynan kiberxavfsizlikda boshqaruv management yo'nalishimizni ko'rdingiz. Bu bevosita biznes emas, aynan kiberxavfsizlikda tashkilotlarda, korxonalarda, sohalarda, biznesda yoki boshqaruvni amalga oshirish mumkin. Va bevosita ikkinchi savolingizga kelsak agar, o'sha davomat savolingizni Google boshqa tashkilotlarga ishga kira olamanmi deysiz. Albatta, xalqaro ta'lim standartiga, aynan Stanford, Berkeley boshqa universitetlarni o'quv dasturiga moslangan dasturda ta'lim olib, yaxshi bilim olsangiz, o'zingizni ko'nikmalaringizni rivojlantirsangiz, professorlar bilan birgalikda o'zingizni g'oyalaringizni hayotga tatbiq etsangiz, bevosita ishlash imkoniyati mavjud. O'rdagi o'zbek yoshlari ham xuddi mana shu boshqa universitetlarda o'qib, o'z ustida ishlab, ishga joylashishga muvaffaqiyat bo'lishgan. Bu imkoni bor, albatta. Marhamat, yana kimda savol bor? Kontrakt summasi hali aniq emas. Sababi bu yerda hozir yo'nalishlarimiz mana tasdiqlandi, faqat mana bu hozir hamkor universitetlarimiz aniqlangandan keyin bitiruvchilarimiz double diploma degan programma bor. Bu ikkitalik diplom. Masalan, bittasi O'zbekiston davlat diplomi, ikkinchisi yo Xitoy, yo Amerika, yo Yaponiyaniki bo'lishi mumkin-da. O'sha uchun kontrakt summasi aniq emas. Lekin yaqin orada mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali, televideniya orqali bevosita kontrakt summasi, aynan professor xodimlarimizni
bevosita o'zlarini tanishtiruv boshqa hammasi haqida xabar berib o'tamiz tarmoqlar orqali. Savollaringiz bormi? Bering savol. Universitetimiz yangi, hali bundan oldin qabul bo'lmagan, shuni hisobiga bevosita siz o'sha davlat test markazi, o'sha bilim va ko'nikmalarni baholash markaziga o'sha davlat xizmatlari orqali hujjat topshirganingizdan keyin bizani universitet tanlaysiz, turdosh universitetlarni tanlaganingizdan keyin bevosita imtihon topshirasiz. Eng yuqoridagilar o'sha 100 tasi davlat granti asosida ketma-ketlikda mana shunaqa olinadi-da. Hozir bizada aniq o'tgan yil qabul qilinmaganligimiz uchun sizga aniq ballni javob berishimiz qiyin bo'ladi. Rahmat. Bitta bor savol. Biza o'zi qarorda ko'rsatilgan filial yo'q. Bu o'zi ko'pchilikda savolda, zamonaviy universitet nega Nurafshonda qurildi, boshqa qilindi deb. Chunki kiberxavfsizlik yo'nalishida ta'lim olish juda ham qiyin. Mana bitiruvchi portretini ko'rdingizlar, qanaqa ko'nikmalarga, xalqaro standartlarga mos bo'lish kerak. Davlatlar uchun raqamli kelajakni shakllantirish. Savolingizga javob bera oldimmi? Kiberxavfsizlik yo'nalishida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlab, davlatlarga, bizneslarga, fuqarolarga yordam berish asosiy maqsadimiz. Yoshlarimiz bu universitetga kelish sizlarga kerak emas. Agarda sizlar bu universitetning imkoniyatlaridan foydalanishni niyat qilmagan bo'lsangiz, ya'ni diplom uchun bu universitetga kelmanglar, to'g'risi. Diplom bu universitetda berilmaydi. Diplom bu universitetda juda yaxshi mehnat bilan, ko'p o'qish bilan, yaxshi harakatlar bilan olinadi, erishiladi. Boshqa vaqtida diplom olish to'g'risi hech kim kafolat bermaydi va olimizlar. Buni aniq tushunib qo'yishingiz kerak, aniq. Bizda mana shu 3 oyning ichida o'sha hozir aytib o'tilgandek, chet ellik zo'r universitetlar bilan gaplashib keldi. Ular zo'r universitetlar o'zining ta'lim standartlarini qo'yadi. Aytadi, hurmatli hamkasblar deydi, mana shu bilimlarni bilmasa biz unga diplom bermaymiz deydi. Keyin bizdan so'rashadi, mana shu 10 ta bola kirgan shu ta'lim qo'shma ta'lim dasturiga nimaga 10 tasi bitirmadi degan savol bizga beriladi. Biz yaxshi bolalarni saralab olamiz degan savol ham bu javob ham bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni ingliz tilini bilish, matematikani kuchli bilish, dasturlashni yaxshi tushunish bu juda muhim va kerak. Va undan tashqari yana vatanni chin ko'ngildan, yurakdan sevish bu sizlarga asosiy bo'ladigan iltimos, taklif, tadbir va talab bo'ladi. Agarda vatanni sevmagan bola odam kelajakda kelsa bu yoqqa bizga kerak emas. Chin ko'ngildan vatanimiz uchun xizmat qilib beraman, vatanimiz uchun mana shu xavfsizlikni ta'minlab beraman. Ertaga mana shu yosh katta pensionerlarni pulni o'g'irlashyapti, bilasizlar, plastiklardan, banklardan pul o'g'irlashyapti, boshqa masalalar ko'p bo'lyapti. Shularni hammasini himoyasiga men o'zimni hissam qo'shaman desangiz, shunga kelasizlar. Agarda niyatlaringiz bir yaxshi pulto'y, bir zo'r bir davlat tashkilotiga ishga joylashib, juda yaxshi lavozimga ishlab, vatanni yana ham gullatish uchun qiziqayotgan bo'lsangiz, shu universitetga kelinglar. Agarda niyatlaringiz bir yaxshi ilm qilib, zo'r olim bo'lib, haqiqiy dunyo darajadagi olim, O'zbekiston darajadagi emas, dunyo darajadagi olim, eng zo'r o'sha chet el universitetlarida ham ta'minlanadigan hurmatli keyinroq filmlarimiz bo'lsa,